Xudoga shukr. Yirni klient keladi. Krupni bo'ladi. Pochcha, o'zi kim kutamiz 2 soatdan beri? Klientimni kutyapmiz. Mana jim o'tir. Ana keldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kutib qo'ymadim. Yo'q, bemalol keling o'tiring. Kofe, choy nima ichasiz? Qora kofe bo'lsa yo'lamaysiz. Xo'p bo'ladi. Pochcha, menga bitta kapuchino. Xo'p bo'ladi. Opa, siz bu odamni yaxshi taniysizmi? Yo'q, unaqa yaxshi tanimayman. Shunchaki proyekt sotib olmoqchiman. Voy, urdi xudosini, urdi. Nimaga uradi? Bu odam hirt mashinik. Nimaga? Sizga o'zini arxitektorman deganmi? Yo'q, arxitektorman ekan. Nima farqi bor? Xullas, baloni ham tuzishni bilmaydi. Voy, o'zim rosa maqtagandim-ku. Ishonmasangiz kesin so'rab ko'ring. Yulduz Usmonovani uyini tuzganman deb maqtanadi. O'zi eplab bitta tualet rasmini ham tuzolmaydi. Qala, yaxshi o'tiribsizmi? Mana qora kofes. Ana senga. Kechirasiz. O'zi kimlarni proyektini chizgansiz? Masalan, Yulduz Usmonovani uyini chizganman. Ozodbek Nazarbekov hovlisini tuzganman. Ozodbek Nazarbekovni ham hovlisini chizganman. Maqtanishmasu, Magic City'ni ham kamina chizgan. Maqtanishmasu, Magic City'ni ham kamina chizgan. Xo'p, unda bu proyektga qancha so'ramoqchisiz? Insof bilan $5000 bersangiz yetadi. Insof bilan $5000 bersangiz yetadi. $5000 ja qimmat emasmi? Insof bilan bittaga tiktirmasman-de. Endi opajon, men sizga pazarka arxitektor emasman-da. Kechirasiz, menga narxi sal to'g'ri kelmas ekan. Shoshib turuvdim-a? Yaxshi qoling. Nima uchun urdi buni? Boya rozi bo'lib turdi-yu. Ish qilib san deb qo'ymadingmi burda? Voy, astag'firullah, pochcha, menga tuhmat qilmang. Ularga qasam ichaman, men hech nima deganim yo'q. $5000 pulim ketdi ya.